Nega bolani tugilishidan oldin laktatsiya haqida bilish shart? Go'yo bizda ko'krak bo'lsa, hammasi oz-ozdan bo'lib ketadigandek tuyuladi. Lekin biz chaqalogimiz bilan uchrashamiz va adashamiz, nima qilishni bilmaymiz. Axir emizishni darhol boshlash kerak-ku. Ha, ba'zi bolalar o'zlari ko'krakka yopishadi va bizda savollar bo'lmaydi. Lekin ko'pincha chaqaloqlar og'zini yaxshi ochmaydi yoki uxlab qoladi va biz nima qilishni bilmaymiz. Og'riq, yara va qizarish paydo bo'ladi. Yana sut kelish davrida ko'krak toshdek qattiq bo'lib qoladi va bu juda tez sodir bo'ladi. Og'riqdan, tushunmaslikdan va bilmaslikdan ko'pincha aralashma, sun'iy oziqga o'tib ketamiz. Axir ona sutini saqlab qolish juda zo'r-ku, chunki u orqali onaning immun hujayralari bolaga o'tadi. Shuning uchun kamida 6 oygacha emizish juda foydali. Eslab qoling, ona suti har doim qo'lingizda bo'ladi. Biz har doim bolani emizib, uni oziqlantira olamiz. Sun'iy aralashmalar esa juda qimmat va ularni tayyorlash kerak bo'ladi. Emizish bo'yicha bilimlar sizga bu jarayonni yaxshi yo'lga qo'yishga yordam beradi va men, ya'ni emizish bo'yicha maslahatchi bilan tez-tez uchrashishga hojat qolmaydi.